Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanalida axborot informatsion dasturi, studiyada Umid G'ofurov. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jo'mart To'qayev mamlakatimizga amaliy tashrif bilan keldi. Ikki davlat rahbarlarining uchrashuvida O'zbekiston Qozog'iston o'rtasida do'stlik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish hamda mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, yetakchilar ishtirokida Buxoroning tarixiy obidalari ziyorati, sanoat korxonalari faoliyati bilan tanishuv hamda boshqa tadbirlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Qozog'iston ikki birodar davlat, bir-biriga yaqin xalqlar bo'lib, ularni nafaqat umumiy chegara, balki ming yillik tarix, ma'naviy yaqinlik, mushtarak an'analar va o'xshash taqdirlar ham bog'lab turadi. So'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilib, siyosiy, iqtisodiy, fan, madaniyat, gumanitar sohalarni qamrab olgan barqaror, ko'p qirrali va o'zaro manfaatli strategik sheriklikka aylandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu munosabatlarning mohiyatini aniq ifoda etgan holda, o'zbek va qozoq xalqlari nafaqat yaqin qo'shni, balki mushtarak tarixiy meros, madaniy va ma'naviy qadriyatlar bilan bog'langan qardoshlardir. Bizning taqdirimiz bir, kelajagimiz ham umumiy, dolzarb masalalarni birgalikda hal etmoqdamiz deya ta'kidlagan. Ushbu so'zlarda nafaqat tarixiy yaqinlik, balki ikki tomonlama hamkorlikning strategik mazmuni ham o'z aksini topgan. Umumiy o'tmish, uzoq muddatli ustuvor maqsadlar, tinchlik, barqarorlik va butun mintaqaning izchil rivojlanishiga intilish bilan uyg'unlashmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston mintaqaviy hamda global masalalarni hal etishda maqsadlar yakdilligi va yondashuvlar yaqinligiga tayanadi. Ular o'rtasidagi hamkorlik tobora Markaziy Osiyoni barqaror o'sish, o'zaro ishonch va bunyodkorlik makoniga aylantirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan Toshkent hamda Ostona o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy yaqinlashuv tabiiy jarayon bo'lishi bilan birga mintaqaning rivojlanish mantig'i taqozo etayotgan obyektiv tarixiy zaruratdir. Ikki davlat yetakchilari Shavkat Mirziyoyev va Qasim-Jo'mart To'qayev o'rtasidagi muntazam hamda samarali muloqot hamkorlikni mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda va mana shunday konstruktiv muloqot, ochiqlik, o'zaro ishonch bilan ajralib turadi. Siyosatda ishonch eng muhimi. 2017-yil mart, 2019-yil aprel, 2021-yil dekabr, 2022-yil ham shu oyda, 2024-yil avgust va 2025-yil noyabr oylarida amalga oshirilgan o'zaro davlat tashriflari siyosiy hamkorlik barqaror hamda ijobiy sur'atlarda rivojlanayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, 2023-yil mart oyida Chimkentda, 2024-yil aprel oyida Xivada va 2025-yil mart oyida Olmaotada bo'lib o'tgan amaliy uchrashuvlar, xalqaro sammitlar doirasidagi muloqotlar hamda telefon orqali aloqalar yuqori darajada muvofiqlashtirilayotgani va o'zaro qo'llab-quvvatlashdan dalolat beradi. 2022-yil dekabr oyida ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi ikki tomonlama aloqalarni yangi bosqichga olib chiqqan muhim voqelik bo'ldi. Davlat chegarasining to'liq huquqiy rasmiylashtirilishi bugungi kunda mamlakatlarni ajratib turuvchi chiziq emas, balki do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro hurmat ramzi sifatida namoyon etmoqda. Hozirgi kunda 304 ta hujjatdan iborat mustahkam shartnomaviy huquqiy baza shakllangan bo'lib, u hamkorlikning barqarorligini ta'minlayapti. So'nggi yillarda parlamentlararo aloqalar ham faollashdi. Bu ikki tomonlama munosabatlarga qo'shimcha institutsional asos yaratmoqda. 2018-2025-yillar davomida 14 ta o'zaro tashrif amalga oshirildi. Hamkorlikning muhim institutsional mexanizmi sifatida 2019-yildan buyon ikki mamlakat bosh vazirlari raislik qilayotgan qo'shma hukumatlar aro komissiya faoliyat yuritmoqda. Ushbu komissiyaning 2025-yil oktyabr oyida Xivada o'tkazilgan 22-yig'ilishi erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishga tomonlarning qat'iy intilishini tasdiqladi. 2018-yildan buyon hududlararo hamkorlik forumi o'zaro aloqalarni mustahkamlashda muhim platformaga aylandi. Chimkent, Urganch, Turkiston, Samarqand shaharlarida o'tkazilgan forumlar yuqori qiziqish va amaliy natijalarni namoyon etdi. Iqtisodiy hamkorlik barqaror ijobiy o'sishni ko'rsatmoqda. Qozog'iston O'zbekistonning eng yirik tashqi savdo sheriklaridan biri. 2022-yilda tashkil etilgan import o'rnini bosuvchi va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hukumatlar aro ishchi guruh iqtisodiy aloqalarni tizimlashtirishga xizmat qilyapti. 2025-yil yakunlariga ko'ra tovar ayirboshlash hajmi 5 milliard dollarga yetdi. Eksport esa 1,5 milliard dollarni tashkil qilmoqda. 2026-yilning birinchi choragida o'zaro savdo hajmi 1,3 milliard dollar miqdoriga chiqdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 27%
%7% ga o'sganini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda Qozog'iston kapitali ishtirokida 1240 dan ortiq korxonalar bor. Shu bilan birga Qozog'istonda o'zbek kapitali ishtirokida 7000 dan ziyod yuridik shaxslar faoliyat olib bormoqda. Bu raqamlar ikki mamlakat o'rtasidagi ishbilarmonlik faolligi yuqori darajada ekanini va o'zaro ishonch mustahkamlanib borayotganidan dalolat. Transport logistika sohasidagi hamkorlik ayniqsa jadal rivojlanmoqda. Aviaqatnovlar tarmog'ining kengayishi va muntazam reyslar sonining ortishi nafaqat ishbilarmonlik faolligiga ta'sir ko'rsatmoqda, balki xalqlar o'rtasidagi aloqalarni ham mustahkamlab, ikki tomonlama munosabatlarning ijtimoiy poydevorini yanada kuchaytiryapti. Strategik sheriklikning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida gumanitar hamkorlikni keltirish mumkin. Ikki mamlakatda muntazam ravishda madaniyat va kino kunlari, ko'rgazmalar, teatr gastrollari hamda qo'shma festivallar o'tkazilmoqda. Ayniqsa Ostona shahrida ikki davlat rahbarlari ishtirokida Alisher Navoiy haykalining ochilishi ma'naviy yaqinlik, umumiy qadriyatlarning yorqin ramzi bo'ldi. Milliy diasporalarni qo'llab-quvvatlash ham alohida e'tiborda. Etnomadaniy markazlar, teatr, maktablar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, ular til va milliy an'analarni asrab-avaylashga xizmat qilmoqda. O'zbekistondagi pedagogika oliy ta'lim muassasalarida qozoq tili hamda adabiyoti bo'yicha fakultet va bo'limlar samarali ish olib boryapti. Qozoq qardoshlarimiz O'zbekistonda o'tkaziladigan xalqaro festivallarning faol ishtirokchisi, jumladan Samarqanddagi Sharq taronalari, Shahrisabzdagi Maqom, Termizdagi Baxshichilik, Marg'ilondagi Buyuk Ipak yo'li va Qo'qondagi hunarmandchilik kabi festivallar ikki xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni yanada mustahkamlamoqda. Oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi bevosita hamkorlik ushbu yo'nalishda ham rivojlanib boryapti. Bugungi kunga qadar ikki mamlakat universitetlari o'rtasida 280 dan ortiq shartnoma hamda memorandumlar imzolangan. Ikki xalqning boy tarixiy va madaniy merosiga bo'lgan o'zaro qiziqish ortib borayotganini biz turizm sohasi rivojida ham ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa birgalikdagi qo'shma tur paketlar sayyohlar oqimini oshiryapti. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar to'liq shakllangan, strategik va ittifoqchilik sherikligi darajasiga yetdi. Bu hamkorlik davlat rahbarlari o'rtasidagi ishonchli muloqot, iqtisodiy o'zaro to'ldiruvchanlik, madaniy sivilizatsion yaqinlik hamda Markaziy Osiyoni barqaror rivojlantirishga qaratilgan umumiy intilishga asoslanadi. Mazkur munosabatlar mintaqaviy barqarorlikning muhim omili, o'zaro manfaatli hamkorlikning yorqin namunasi, shuningdek, haqiqiy yaxshi qo'shnichilik va do'stlikning zamonaviy modeli sifatida namoyon bo'lmoqda. 11 aprel Buxoro. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev amaliy tashrif bilan mamlakatimizga keldi. Oliy martabali mehmonni Buxoro xalqaro aeroportida davlatimiz rahbari kutib oldi. Shu daqiqalarda atrofda samimiy do'stlik muhiti hukmron edi. Ikki mamlakatning davlat bayroqlari ko'tarildi va faxriy qorovul saf tortdi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmon. Sizni dildan qutlar jon O'zbekiston. Do'stlik mehri kezar, ko'ngillar aro, bugun mezbon erur qadim Buxoro. Assalomu alaykum, hurmatli qonaq. Sizni chin yurakdan qarshi alarki O'zbekiston do'stlik mehri tepelaydi. Ko'ngillar aro, bugun sizga qonaq shuray, ko'ngli Buxoro. Milliy kuy-qo'shiq va raqslardan iborat bo'lgan tantanali kutib olish marosimi esa qadim shaharga shukuh bag'ishlab, mehmonlarga yuqori kayfiyat ulashdi.
Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev mamlakatimizga amaliy tashrif bilan kelgach, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan birgalikda Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qildi. Qadimiy Buxorodan 12 kilometr uzoqlikda joylashgan majmua mintaqadagi eng muhim ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Bu yerda 14-asrning yirik ulamosi Naqshbandiya tariqatining asoschisi Bahouddin Naqshband dafn etilgan. O'zbekiston va qozoq xalqlarining dini, ma'naviy qadriyatlari bor. Yurtimizda yashagan avliyo va allomalar Qozog'istonda ham e'zozlanadi. Buyuk ajdodimiz Bahouddin Naqshband ana shunday siymolardan biridir. Ansambl asrlar davomida shakllangan bo'lib, bugungi kunda uning tarkibida maqbara, Abdulazizxon tomonidan ziyoratchilar uchun qurilgan xonaqoh, 2 masjid, shayboniylar, ashtarxoniylar va mang'itlar sulolalari amirlari dafn etilgan daxma, shuningdek sufiylik tarixiga bag'ishlangan muzey o'rin olgan. O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan majmua yanada obod qilinib, tarixiy qiyofasi tiklandi. Avvalo Toqim yoni darvozasidan boruvchi tarixiy yo'lak qayta ta'mirlandi. Toqim yoni darvozasining 2 yoni bog'ga aylantirilgan. Mang'itlar sulolasiga mansub bo'lgan Buxoro otalig'i Doniyolbey qurdirgan madrasa ta'mirlanmoqda. Tashrif davomida Qur'on oyatlari tilovat qilinib, qardosh xalqlarimizga tinchlik va farovonlik tilab duo o'qildi. Buxoro shahrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Qozog'iston do'stlik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish hamda mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Hurmatli Qasim-Jomart Kemelovich, hurmatli delegatsiya a'zolari, sizni va birodar Qozog'istonning nufuzli delegatsiyasini qadimiy Buxoro zaminida samimiy qutlashdan mamnunman. Sizning bugungi tashrifingiz ikki xalq o'rtasidagi azaliy do'stlik, yaqin qardoshlik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari izchil mustahkamlanib borayotganining yana bir yorqin ifodasidir. Ishonamanki, bugungi ochiq va samimiy muloqotlarimiz o'zaro hamkorlikni yangi mazmun bilan boyitishga, aniq amaliy natijalarga erishishga va mintaqaviy hamkorlikni yanada kengaytirishga xizmat qiladi. O'zbekistonga xush kelibsizlar. Уважаемый Касым-Джомарт Кемелевич, прежде всего искренне приветствую вас и всех членов солидной делегации братского Казахстана. Hurmatli Qasim-Jomart Kemelovich, avvalo sizni va birodar Qozog'istondan kelgan nufuzli delegatsiyaning barcha a'zolarini olqishlayman. O'zbekistonga Qozog'iston biznesining yetakchi vakillarini olib kelganingiz uchun minnatdorman. Bu sizning amaliy natijalarga erishishga qat'iy kirishganingizning tasdig'idir. Bizning hududlarda o'tkazilayotgan norasmiy uchrashuvlarimiz yaxshi an'anaga aylandi. Biz ikki tomonlama va mintaqaviy kun tartibidagi barcha masalalarni erkin muhokama qilishimiz mumkin. Bu safar siz bilan Buyuk Ipak yo'li durdonasi qadim Buxoroda uchrashib turganimiz ham ramziy ma'noga ega. Ushbu hudud butun mintaqada davlatchilik, ilm-fan va madaniyat rivojida muhim o'rin egallagan. Хочу еще раз поздравить вас с успешным проведением. Sizni yangi konstitutsiyani qabul qilish bo'yicha referendum muvaffaqiyatli o'tgani bilan samimiy qutlayman. O'zingiz ta'kidlaganingizdek, u yoshlar va ularning porloq kelajagiga qaratilgan. Ushbu asosiy qonun mamlakatingizda parlament rolini kuchaytirish, ko'p partiyaviylikni rivojlantirish va fuqarolarning mamlakat siyosiy hayotidagi ishtirokini kengaytirishga qaratilgan chuqur islohotlaringizni qat'iy belgilab beradi. Biz eng yaqin qo'shni va ittifoqchi sifatida adolatli Qozog'istonni barpo etishga qaratilgan samarali islohotlaringizdan chin dildan quvonamiz. Несмотря на непростую ситуацию в мире, объем экономики превысил 300 миллиардов долларов. Dunyodagi murakkab vaziyatga qaramasdan iqtisodiyot hajmi 300 milliard dollardan oshdi. Yalpi ichki mahsulot tarkibida xomashyoga bog'liq bo'lmagan sektor ulushi ortib bormoqda. Kichik va o'rta biznes ulushi esa qariyb 40% ga yetmoqda. Siz davlatni raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqdasiz. Joriy yilni raqamlashtirish va sun'iy intellekt yili deb e'lon qildingiz. Mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzi mustahkamlanmoqda. Sizning rahbarligingizda Qozog'iston xalq manfaatlariga xizmat qiladigan, puxta o'ylangan va ko'p vektorli tashqi siyosat yuritilmoqda. Siz ilgari surayotgan xalqaro tashabbuslar keng miqyosda qo'llab quvvatlanmoqda. Mintaqaviy va global muammolar yechimida sizning nufuzli siyosiy arbob sifatidagi o'rningizni yanada mustahkamlayapti. Sizning National Interest nashridagi maqolangizni katta qiziqish bilan o'qidim. Zamonaviy xalqaro maydon pragmatizm, ochiqlik va realizmga bo'lgan talab ortib borayotganini ko'rsatmoqda degan fikringizga qo'shilaman. Iqtisodiy transformatsiya masalalariga chuqur yondashuvingizni alohida ta'kidlamoqchiman. Islohotlar, investitsiyalar va barqaror rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik
tashabbuslar jamlanmasi emas, balki yaxlit strategiyadir. Мы высоко ценим ваши усилия в укреплении отношений добрососедства. Biz qardosh xalqlarimiz o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlarimizni yuksak qadrlaymiz. Bugun bu munosabatlar haqli ravishda namunaga aylandi. Sizning o'tgan yilgi O'zbekistonga tashrifingiz haqiqatdan ham tarixiy bo'ldi. Davlatlararo kengashning 2-yig'ilishini o'tkazdik. Qator loyihalar va xalqaro sanoat kooperatsiya markazini ishga tushirdik. Tahlillar barcha kelishuvlar rejaga muvofiq amalga oshirilayotganini tasdiqlamoqda. Barcha darajadagi aloqalar faollashdi. Hududlarimiz juda faol ishlamoqda va aynan ular savdo-iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishning asosiy kuchidir. Umuman, o'tgan yili tovar ayirboshlash hajmi 5 milliard dollarga yetdi. Yil boshidan bu ko'rsatkich 27% ga o'sib, 1.3 milliard dollarga yetdi. Eng muhimi, o'zaro tayyor mahsulotlar yetkazib berish kengaymoqda. Ko'plab kooperatsiya misollari mavjud. Ko'stanaydagi avtomobil zavodi, BBI Group bilan infratuzilma rivojlanishi, RTS logistika markazi, Chimkentda smart hisoblagichlar ishlab chiqarish, Jizzaxda Bazalt, Turkistonda ipak ishlab chiqarish va boshqa ko'plab kooperatsiya loyihalari. Qozog'istonning Tengi banki muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Yuk tashish va o'zaro safarlar hajmi ortmoqda. Avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida 68 ta reys amalga oshirilmoqda. Barcha iqtisodiy masalalar bo'yicha bosh vazir o'rinbosarlarimiz doimiy aloqada. Bugun ularning hisobotlari va aniq takliflarini tinglaymiz. Ularning tovar ayirboshlash hajmini 10 milliard dollarga yetkazish, kooperatsiyani rag'batlantirish va murakkab geosiyosiy sharoitda samarali logistika tizimini shakllantirish bo'yicha aniq rejalarini eshitamiz. Hozirda neft, kimyo, geologiya, infratuzilma, logistika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqarish va boshqa sohalarda yangi loyihalar ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, noyob metallar qazib olish va qayta ishlash, yashil vodorod ishlab chiqarish sohalarida hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif etamiz. Xalqaro kooperatsiya markazi faoliyatini kengaytirish muhim. 3-chi, davlatlar investorlari ham katta qiziqish bildirmoqda. Uni Toshkent investitsiya forumi doirasida taqdim etishni taklif qilamiz. Tranzit salohiyatimizni samarali amalga oshirish, iqtisodiyotimizning bog'liqligini oshirish zarur. Gap chegara punktlarini modernizatsiya qilish, logistikadagi to'siqlarni bartaraf etish va biznes uchun qulay yo'laklar yaratish haqida bormoqda. Energetika sohasidagi yirik mintaqaviy loyihalar, jumladan Qambarota GES qurilishi va yashil energiyani Yevropaga eksport qilishni jadallashtirish lozim. Transchegaraviy daryolardan oqilona foydalanish bo'yicha mintaqaviy strategiyani ilgari surish va suvdan foydalanishni tijoratlashtirishga yo'l qo'ymaslik pozitsiyasini mustahkamlashimiz kerak. Toza havo konsorsiumini tashkil etishni tezlashtirish va issiqxona xo'jaliklarini muqobil energiyaga o'tkazish muhim. Ostonada bo'lib o'tadigan ekologik forum va Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi sammiti bu yo'nalishdagi hamkorlikka yangi impuls beradi. Kosmos sohasida hamkorlik istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Suv resurslari va ekologik holatni tahlil qilish va prognozlash uchun mintaqaviy sun'iy yo'ldosh tizimini yaratish tashabbusini qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. IT sohasida qo'shma startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun venture fondini tashkil etish, raqamlashtirish va elektron tijorat loyihalarini amalga oshirishni taklif etamiz. Vazirlar yaqin vaqt ichida kelishuv imzolab, qo'shma yo'l xaritasini qabul qilishlari lozim. Shuningdek, joriy yilda madaniyat kunlari, yoshlar forumi o'tkazish va kreativ iqtisodiyot sohasida almashinuvlarni kengaytirishimiz muhim. Turizmni rivojlantirish uchun chegara punktlarida sayyohlar uchun soddalashtirilgan o'tish tizimini joriy etish masalasini ko'rib chiqish zarur. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, вы неоднократно говорили о том, что важным условием... Hurmatli Qasim-Jomart Kemelovich, siz Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish uchun tinchlik va xavfsizlik muhimligini bir necha bor ta'kidlagansiz. Men bu fikrga to'liq qo'shilaman. Biz qo'shnilarimiz bilan birgalikda o'zaro ishonchni mustahkamlash va hamkorlik uchun sharoit yaratish yo'lida katta ishlar qildik. Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun ham ko'p sa'y-harakatlar amalga oshirildi. Shu bilan birga yangi xavf va tahdidlar paydo bo'lmoqda. Mamnuniyat bilan so'z navbatini sizga beraman. Я с большим удовольствием передаю вам слово. Аса құрметті Шавкат Мирамонұлы, ең алдымен маған жылы қонақжайлық көрсеткеніңіз үшін, лебіздеріңіз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Hurmatli Shavkat Miromonovich, avvalo ko'rsatilgan samimiy mehmondo'stlik uchun chin dildan minnatdorlik bildiraman.
Haqiqatan ham bugun dunyoda hukm surayotgan notinch geosiyosiy vaziyatni inobatga olsak, ushbu tashrif hech bir mubolag'asiz nihoyatda muhim. Uning doirasida biz dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashamiz. Kun tartibidan ikki tomonlama munosabatlarimizga oid o'ta muhim masalalar o'rin olgan. Davlatlarimiz o'rtasida hech qanday tushunmovchilik yoki to'siqlar mavjud emas. Imzolangan loyihalar va rejalar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Hukumatimiz barcha kelishuvlarni so'zsiz bajarish bo'yicha mas'uliyatni yaxshi anglaydi. Barcha ishlar mening nazoratim ostida olib borilmoqda. Mening baqlauimmen tiyisli жұмысты атқарып жатыр. Уважаемый Шавкат Миромонович, позвольте еще раз выразить вам огромную благодарность. Hurmatli Shavkat Miromonovich, an'anaviy samimiy qabul va mana shunday chinakam betakror shaharga tashrif buyurish imkoniyati uchun sizga yana bir bor chuqur minnatdorlik bildirishga ijozat bergaysiz. Men aeroportdagi kutib olish marosimidan juda ta'sirlandim. Bu keng ko'lamli tadbir bo'lib, juda samimiy ruhda edi. Rasman 2,5 ming yillik tarixga ega bo'lgan muqaddas Buxoro haqida to'xtaladigan bo'lsam, albatta sizning shaharingiz butunjahon tarixiy va madaniy merosining ajralmas qismidir. Men ushbu tashrifga tayyorgarlik ko'rdim. Tegishli adabiyotlarni o'qib chiqdim va rasmiy ravishda 2,5 ming yillik degan raqam haqiqatga to'g'ri kelmaydi degan xulosaga keldim. Chunki menga Buxoro tarixi ancha uzoq, kamida 2 baravar qadimiyroq bo'lib tuyuldi. Buxoro haqli ravishda o'rta asrlarda Sharqning ma'naviy va intellektual markazlaridan biri hisoblanadi. Bu qadimiy shahar qozoq xalqi bilan ko'plab ko'z ilg'amas rishtalar bilan bog'langan. Men bugun biz qozoqlarga ma'lum bo'lgan yangilik, ya'ni mashhur Jusuf Kupeyevning shu yerda Buxoroda o'qigani, ta'lim olganini eshitdim. Qozog'istonda u eng yirik sufiylardan biri sifatida alohida e'tirof etiladi. Ko'p asrlar davomida qozoq ziyolilari Buxoroda mahalliy madrasalarda bilim olishgan. Bu yerdagi tarix nafasini, butun insoniyatning taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan sivilizatsiyaning buyukligi seziladi. Огромное влияние на прогресс всего человечества. На современном этапе Бухара органично сочетает в себе тысячелетние традиции. Hozirgi vaqtda Buxoro sizning kuchli va alohida nufuz kasb etgan rahbarligingiz ostida 1000 yillik an'analarni va yangi O'zbekistonning jadal taraqqiyotini o'zida uyg'unlashtirgan. Bugun biz zamonaviy Buxoroni ko'rdik. Sizni chin qalbdan tabriklayman. Bu haqiqatan ham sizning qo'l ostingizdagi salmoqli mehnatning natijasidir. Darhaqiqat Buxoroda keng ko'lamli rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Bu albatta katta mehnat va eng muhimi, bunday tarixiy merosga davlatning g'amxo'rligi samarasidir. Tarixan yaqin aloqalar Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi haqiqiy strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Двусторонние отношения вышли на такой беспрецедентно высокий уровень. Ваша огромная заслуга, уважаемый Шавкат Миромонович. Muhtaram Shavkat Miromonovich, ikki tomonlama aloqalar bunday misli ko'rilmagan darajada yuqori bosqichga ko'tarilgani sizning katta xizmatingiz natijasidir. Biz Qozog'istonda buni yaxshi anglaymiz, targ'ib qilamiz va butun qozoq xalqi sizdan minnatdor. Qozog'iston eng yaqin ittifoqchimiz sifatida sizning dono, kuchli va alohida nufuz kasb etgan rahbarligingiz ostida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli siyosiy va iqtisodiy yangilanishlarni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Siz tanlagan aniq strategik yondashuv tufayli xalq farovonligi barqaror ravishda yaxshilanmoqda. Yetakchi moliya institutlaridan yaxshi baho va reyting oladigan keng ko'lamli infratuzilma va ijtimoiy loyihalar amalga oshirilayotganidan xabardormiz. Mamlakatning xalqaro maydondagi imiji mustahkamlanmoqda va bu juda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ishonchim komilki, milliy manfaatlar ustuvorligiga asoslangan izchil siyosatingiz O'zbekistonning, shuningdek
butun mintaqamizning yanada barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Yangi konstitutsiya qabul qilingani munosabati bilan sizning tabriklaringiz va ezgu tilaklaringizni alohida minnatdorchilik hissi bilan qabul qilamiz. Aytishimiz mumkinki, hozirgi va kelajak ehtiyojlari va talablariga javob beradigan juda yaxshi konstitutsiyani qabul qildik. Siz Qozog'istonni ushbu tarixiy voqea bilan tabriklagan birinchi xorijiy davlat rahbari bo'lganingiz chuqur ramziy ma'noga ega. В такой, можно сказать, судьбоносный для казахстанцев период поддержка братского узбекского народа была особенно важна, я бы сказал бы, ценна. Qozog'istonliklar uchun shunday hal qiluvchi davrda qardosh o'zbek xalqining qo'llab-quvvatlashi ayniqsa muhim va juda katta qiymatga ega. Mening birinchi xorijiy tashrifim qardosh O'zbekistonda bo'lib o'tgani bejiz emas. Albatta, keyingi o'zgarishlar jarayonida Qozog'istonning yaqin qo'shnilari va ittifoqchilari, jumladan qardosh O'zbekiston bilan hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratamiz. Siz hozirgina biz birgalikda ishlashimiz mumkin bo'lgan bir qator sohalarni, jumladan innovatsiyalar, yangi texnologiyalar, raqamlashtirish kabi yo'nalishlarni tilga oldingiz. Men fikrlaringizga to'liq qo'shilaman. Bundan tashqari, kelajakni ko'zlagan holda sizning toza havo tashabbusingizni alohida qo'llab-quvvatlaganimni bildirmoqchiman. Отдельно выразить поддержку вашей инициативы относительно чистого воздуха. Я разделяю вашу озабоченность в отношении экологического состояния Ташкента. Toshkentning ekologik holati haqida qayg'urib, olib borayotgan intilishlaringizga xayrixohman. Bizda Olmaotada vaziyat juda murakkab va shoshilinch choralarni ko'rishimiz kerak. Shuning uchun agar qarshi bo'lmasangiz, bugun biz prezidentlar homiyligida ikki mamlakat hukumatlari tomonidan amalga oshirilayotgan toza havo tashabbusini birgalikda ilgari surishimiz mumkin. Mamlakatlarimiz jamoatchiligi, shuningdek xalqaro hamjamiyat ham buni qo'llab-quvvatlashiga ishonaman. Bu qo'shma tashabbus bo'ladi va uning doirasida haqiqatdan ham havoni tozalash uchun ko'p ish qilish mumkin. Bu esa mahalliy hokimiyat organlari va tadbirkorlarni atrof muhit va umuman tabiatni muhofaza qilishda yanada mas'uliyatli bo'lishga chorlaydi. В плане защиты экологии и природы в целом. Yetakchilar innovatsion va yuqori texnologik sohalarda, jumladan kosmik texnologiyalar, raqamlashtirish, elektron tijorat va startaplarni qo'llab-quvvatlash borasidagi hamkorlikni rivojlantirishga intilish qat'iyligini bildirdilar. Madaniy-gumanitar almashinuvlarni faollashtirish, jumladan madaniyat kunlari, yoshlar forumlarini o'tkazish, kreativ iqtisodiyot va turizm sohasidagi hamkorlikni mustahkamlashga kelishib olindi. Davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb masalalari yuzasidan ham fikr almashdilar. Uchrashuv davomida bosh vazirlar o'rinbosarlarining savdo-iqtisodiy kun tartibining dolzarb jihatlari, jumladan yaqin istiqbolda o'zaro savdoni 10 milliard dollarga yetkazish bo'yicha ko'rilayotgan choralar bo'yicha hisobotlari eshitildi. Muzokara yakunida hukumatlarga erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilish topshirildi. Buxoro azaldan o'zining boy tarixi, betakror va noyob madaniy merosi bilan butun dunyoga mashhur shahar. Bir paytlar uning turizm salohiyati haqida ko'p gapirilar, sharif shahar sifatida e'tirof etilardi. Biroq uzoq yillar davomida hududga tashrif buyuradigan mehmonlarni munosib kutib olish, ularga yuqori darajada xizmat ko'rsatish uchun zarur sharoitlar yetarli darajada emas edi. Ya'ni asos, imkoniyat va salohiyat mavjud bo'lsa-da, uni to'liq ishga solish, samarali harakatga keltirish uchun tizim yetishmasdi. So'nggi yillarda esa davlatimiz rahbarining tashabbusi va doimiy e'tibori natijasida Buxoroda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ana shu yangilanishlar samarasida Buxoro bugun o'zining tarixiy mahobatiga munosib tarzda yanada chiroy ochib, zamonaviy va jozibador qiyofa kasb etmoqda. Amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarining yorqin namunasi sifatida Buxoroning yangi ma'muriy markazini alohida ta'kidlash mumkin. Yodingizda bo'lsa, 2025-yilning iyun oyida davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati Ko'ktala tumaniga tashrifi davomida hududda tashkil etilgan tumanning yangi ma'muriy markazini ko'zdan kechirgandi va xuddi shunday markazlar boshqa viloyatlarda ham tashkil etilishi bo'yicha ko'rsatmalar bergandi. Ana shu tashabbus ijrosi bugun Buxoroda. Endi Buxoroning ham yangi ma'muriy markazi bor. Eng muhimi u integratsiyalashgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hamda Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim
Jomart To'qayev ushbu markaz faoliyati bilan tanishdilar. Mamlakatimizda joylardagi ijro etuvchi hokimiyat organlari ishini ularni yagona manzilda jamlagan holda tashkil etishga qaratilgan mahalliy davlat boshqaruvining yangi modeli izchil joriy etilmoqda. Bunday yondashuv idoralar faoliyatining o'zaro muvofiqlashuvini oshirish, qarorlar qabul qilishni tezlashtirish va aholini o'ylantirayotgan muammolarni yanada samaraliroq hal qilishga xizmat qiladi. Viloyat boshqaruvining intellektual o'zagiga aylangan zamonaviy situatsion markaz Buxoroning yangi ma'muriy markazida tashkil etildi. Bu yerda dastlabki bosqichda viloyat va shahar hokimliklari, viloyat prokuraturasi, ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa tuzilmalar joylashgan. Markazda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdan tortib, investitsiya loyihalarini amalga oshirish, kommunal va transport infratuzilmasi, jamoat xavfsizligi holati, fuqarolar murojaatlari bilan ishlashgacha umuman viloyat hayotining barcha jabhalari bo'yicha ma'lumotlar real vaqt rejimida shakllanadi, qayta ishlanadi va tizimli ravishda tahlil qilinadi. Oliy martabali mehmonga markazning hududlar kesimida vaziyatni kompleks monitoring qilish, muammoli nuqtalarni barvaqt aniqlash, joylardagi ish samaradorligini xolis baholash va belgilangan vazifalarning bajarilishini qat'iy nazorat qilish bo'yicha imkoniyatlari aniq misollar asosida ko'rsatib berildi. Shundan so'ng yetakchilar hokimlik xodimlari uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdilar. Yangi bino zamonaviy ish joylari, majlislar zallari, raqamli infratuzilma bilan jihozlanib, davlat idoralarining samarali va uyg'un bo'lib ishlashi uchun barcha zarur qulayliklar ta'minlangan. Yangi bino zamonaviy, bu yerda hamma narsa umumlashtirilgan va muvofiqlashtirilgan, bir vaqtda o'zida bir necha xizmatlarni amalga oshiradi. Bu yerda qulayliklar kabinetdan kabinetga yurilmaydi. Endi ko'rib tursiz, sharoitlarni oldin bu sharoitni tasavvur qilib bo'lmasdi. Bizlar uchun orzu edi. Ikkinchi etajda o'sha viloyat hokimligi boshqaruv apparati xodimlari joylashadi. Qolgan etajlarda vazirlik, idora boshqarmalari, hududiy bo'lim boshqarmalari va ularning xodimlari joylashtiriladi va bu ham fuqarolarga yaratib berilgan imkoniyatlar. Fuqaro kelib shu yerda xizmat ko'rsatiladi va murojaat qilgan paytda barcha masalasi bir joyda yechiladi. Oldingida u tashkilotga bor, bu tashkilotga bo'lmaydi. U sog'liqni saqlash bo'ladimi, xalq ta'limi bo'ladimi, ijtimoiy soha bo'ladimi, mutaxassis chaqiriladi va o'sha yerda tushuntirish ishlari amalga oshiriladi. Shu yerda o'zida bu fuqarolarga yaratib berilgan katta imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Bu faqatgina yangi binoning ochilishi emas, yangicha tizim, yangicha boshqaruv uslubi deganidir. Ya'ni mana hozirgi kunda markazlashgan, ya'ni sun'iy intellektdan foydalangan holda tizimli ishlarni amalga oshirish keng yo'lga qo'yilgan. Birgina bandlik sohasini o'zida ham tizimlashtirilgan, ya'ni fuqarobay ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni har bir fuqaro bilan bevosita onlayn muloqotlar, ya'ni bu muloqotlar qanday amalga oshiriladi? Bu yaratilgan platformalar orqali, jumladan onlayn mahalla platformasi, shuningdek oson ish platformalari orqali, demak, ularni kambag'allikdan farovon turmushga o'tkazish darajalari aniqlab boriladi. Bu demak, mana shu tizim orqali fuqarolar mana ishsiz yurgan bo'lsa, bemalol birgina anketa to'ldirish orqali va sun'iy intellekt yordamida ular kerakli yo'nalishlarga, ish beruvchilarga, shuningdek til va kasb kurslariga ham yozilishlari mumkin bo'ladi. Bu faqatgina til va kasb kurslari yoki ishga joylashish emas, bevosita o'zlari xohlagan ish beruvchi bilan muloqotlarni amalga oshirib, shu bilan mehnat shartnomasini ham qo'lga kiritish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Albatta, oldinlari bu tizim umuman to'g'ri yo'lga qo'yilmagan, ya'ni byurokratik to'siqlar orqali amalga oshirilgan, ya'ni fuqarolar ishga joylashish uchun yillar davomida kutishiga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirgi kunda uydan o'tirgan holda birgina mana shu anketani to'ldirish orqali, demak, ishga joylashish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu jarayon nafaqat osonlikni, balki shaffoflikni va qobiliyatni to'g'ri yo'lga chiqarishga ham yaqindan yordam beradi. Albatta, bu tizim juda ham integrallashtirilgan, ya'ni birgina hokim yordamchini mana qo'lidagi planshet orqali biz fuqaro to'g'risidagi barcha ma'lumotlarga ega bo'libgina qolmay, mana shu ma'lumotlar orqali ularga ijtimoiy, huquqiy hamda iqtisodiy yordamlarni ham ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmoqdamiz. Ta'kidlash o'rinli, yangi ma'muriy binolar bir hududda jamlanishi orqali aholi va tadbirkorlar uchun katta yengilliklar yaratmoqda. Davlat rahbarlarining tashrif dasturidan aynan shu manzil o'rin olgani ham bejiz emas. Boisi bu yo'nalish O'zbekiston davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi, xalqqa yaqin, tezkor va samarali boshqaruv modeliga o'tish jarayoniga berilgan eng aniq signaldir. Zotan, so'nggi yillarda mamlakatimiz yetakchisi ilgari surayotgan asosiy g'oya davlat tizimini inson manfaatiga moslashtirish. Buxorodagi mazkur markaz esa ana shu siyosatning amaldagi ifodasi. Bu yerda davlat idoralari hamjihatlikda fuqarolar ehtiyojlari atrofida birlashadi.
Ma'muriy markazimiz 46 gektar hududda tashkil etilgan bo'lib, birinchi bosqichi mana 19 gektar hududda 3 ta bino qad ko'tarib foydalanishga topshirildi. 50 ta davlat tashkilotlari jamlangan bo'lib, 1100 dan ortiq davlat xizmatchilari faoliyat yuritadi bu yoqda. Umuman olganda bu nimani beradi? Bizlarda eski shahar qismimizdagi turizmni, xizmat ko'rsatishni rivojlantirishga juda katta turtki berib yordam beryapti. Albatta bu viloyat prokuraturasi, sud binolari, ma'muriy sud, iqtisodiy sudlar, butun viloyat ichki ishlari ham yangi tizimga o'tyapti. 12 ta joyda tarqoq binolar bir joyga mujassamlashtirib, ichki ishlar boshqarmasining alohida yagona binosi bo'lyapti. Bundan tashqari aholimiz uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha turar joy majmualari qad ko'tarish belgilangan. IT markaz qurilishi ham boshlangan. Tashrif davomida Qozog'iston prezidentiga noyob arxiv materiallarining nusxalari ham ko'rsatildi. Bu O'zbekistonda aniqlangan Turkistondagi Hoji Ahmad Yassaviy hamda Mirzo Ulug'bekning qizi Robiya Sultonbegim maqbaralariga aloqador 1920-1950 yillarga oid qimmatli hujjatlar, chizmalar va fotomateriallardir. Qardosh qozoq xalqiga va ikki mamlakatning umumiy tarixiga hurmat belgisi sifatida ushbu arxiv hujjatlarining nusxalari Qozog'iston tomoniga hadya qilindi. Hozirgi kunga qadar aksariyati ilmiy muomalaga kiritilmagan bu materiallar katta tarixiy va ilmiy ahamiyatga ega ekani qayd etildi. Noyob me'morchilik yodgorliklari bo'lgan Ahmad Yassaviy va Robiya Sultonbegim maqbaralari Markaziy Osiyo xalqlarining umumiy tarixiy madaniy merosida alohida o'rin tutishi ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Buxoro shahrining Universal sport majmuasida o'tkazilayotgan National AI Hackathon sun'iy intellekt bo'yicha umummilliy hackathonga tashrif buyurdilar. Mazkur tadbir yurtimizda sun'iy intellekt ekotizimini rivojlantirish, yoshlar salohiyatini yuzaga chiqarish va raqamli iqtisodiyotning yangi poydevorini mustahkamlash yo'lidagi izchil siyosatning amaliy ifodasi bo'ldi. Yetakchilarga raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish borasidagi ishlar natijalari taqdimot qilindi. Xususan raqamli hukumat tizimi, transport, bojxona, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, energetika, geologiya, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalaridagi yechimlarni o'z ichiga olgan raqamli transformatsiya jarayonlari haqida axborot berildi. Ushbu sohalarni raqamlashtirish davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish va aholining hayot sifatini yaxshilashga xizmat qilayotgani ta'kidlandi. Bugun ikki davlat rahbarlariga bojxona qo'mitasi tomonidan raqamlashtirish orqali soddalashtirilgan bojxona rasmiylashtirishni amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida taqdimot o'tkazildi. Xususan chegara bojxona postlarimizda temir yo'l, aviakompaniya, bojxona omborlarida bo'lgan islohotlar, undan tashqari soddalashtirilgan yoki eksportyorlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilgan raqamlashtirish bo'yicha qilingan ishlar taqdimot o'tkazildi. Bundan tashqari chegara bojxona postlarimizda 2 yo'lakli tizimlar ishga tushirilishi loyihalari to'g'risida axborot berildi. Yana shu bilan birgalikda alohida qo'shni davlatlarimiz bilan bo'layotgan elektron axborot almashuvi masalalari, xususan Qozog'iston bojxonasi bilan O'zbekiston bojxonasi o'rtasidagi oldindan elektron ma'lumot almashish axborot tizimlari to'g'risida axborotlar berildi. Сегодня в рамках национального хакатона нас посетили уважаемые главы государств. Bugun milliy hakaton doirasida hurmatli davlat rahbarlariga GoTech iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish, ayniqsa tibbiyot va ijtimoiy sohadagi natijalar taqdim etildi. Asosiy e'tibor inson markazidagi yondashuv asosida tibbiyotni raqamlashtirishga qaratildi. Bugungi kunda barcha tibbiyot muassasalari optik aloqa liniyalari bilan qamrab olingan va zarur kompyuter texnikalari bilan jihozlangan. Shuningdek, O'zbekiston tibbiyot yo'nalishi uchun alohida klaster xarid qilgan sanoqli davlatlardan biridir. Bu sun'iy intellekt asosida kasalliklarni erta aniqlash va diagnostika qilish imkonini bermoqda. Hozirning o'zida 7 ta dasturiy mahsulot joriy etilgan. Yil oxirigacha esa yana 8 ta yechim ishga tushiriladi. Taqdimotda bemorning birlamchi bo'g'indan viloyat darajasigacha bo'lgan yo'li ham ko'rsatildi. Har bir bosqichda ko'rsatilgan yordam, elektron retsept tizimi, tashxisdan tortib davolanish va profilaktikacha bo'lgan jarayonlar yagona raqamli zanjirda aks etadi. Davlat rahbarlari amalga oshirilgan ishlarini ijobiy baholab, bu yo'nalishdagi ishlarni yanada jadallik bilan davom ettirish bo'yicha topshiriq berdilar. Shuningdek, O'zbekiston va Qozog'iston startaplarni qo'llab-quvvatlash va ilgari surish ekotizimi taqdimoti bo'lib o'tdi. Davlat rahbarlari KPI.com, Oson, Datox va boshqa istiqbolli startap loyihalari faoliyati bilan tanishdilar hamda ularning tashabbuskorlari bilan muloqot qildilar.
На сегодня Астана Хаб и IT-парк Узбекистан совместно развивают множество инициатив. Bugungi kunda Astana Hub va O'zbekiston IT parki ko'plab qo'shma tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Biz startaplarimizni xalqaro bozorlarga olib chiqish, ularni xalqaro forumlarda Central Asian Innovation Hub nomi ostida tanitish ustida ishlayapmiz. Shuningdek, AQShning Kremniy vodiysi, Dubay va Shanxayda xalqaro hublarni birgalikda rivojlantiryapmiz. Yaqin istiqbolda Janubi-Sharqiy Osiyo va Yevropada ham yangi hublarni ishga tushirishni rejalashtirganmiz. Qo'shma venture fondini yaratish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Market Entry dasturi doirasida O'zbekiston startaplari Qozog'iston bozoriga kirish imkoniga ega bo'lmoqda. Biz Ostonada ularga turar joy, konsultatsiya, mentorlik va investitsiyaviy ko'mak beryapmiz. Xuddi shunday imkoniyatlar qozog'istonlik startaplar uchun Toshkentda ham yaratilgan. Qozog'iston va O'zbekiston uchun internet, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt jahon bozorlariga chiqishning eng muhim yo'liga aylanmoqda. Har ikki mamlakatda yoshlar salohiyati juda katta. Bugun Markaziy Osiyodan milliard dollarlik kompaniyalar yirik investitsiya jalb qilayotgan startaplar yetishib chiqayotgani buning amaliy tasdig'idir. 2016-yilda o'zimizni elektron hamyonni taqdim etganmiz. Hozirgi kunda 3 millionga yaqin foydalanuvchilarimiz bor. Bundan tashqari 2022-yil Qozog'iston bozoriga chiqqanmiz. Bu yoqda ham o'zgarishlar bo'lyapti. Foydalanuvchilarimiz asosiy Qozog'iston, O'zbekistonda 8 ta davlatda o'zimizning xizmatimizni taqdim etyapmiz. Hozirgi kunda proyektlarimizning ichida eSIM ilovasi bor, terminallar tarmog'i ham hozirda mavjud. O'zbekiston bo'yicha 3 mingdan ortiq terminallarimiz bor. Milliy va xorijiy akseleratorlar faoliyati to'g'risida ma'lumotlar tinglandi. Venture infratuzilmasini yanada rivojlantirish va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash muhimligi ta'kidlandi. Bank sohasining yutuqlari, jumladan raqamli bank xizmatlari va zamonaviy to'lov yechimlarining rivojiga alohida e'tibor qaratildi. Biznes juda ham ko'p har xil instrumentlarni ishlatadi va operatsion muammolarga duch keladi. U masshtablashtirish qiyinlashadi. Va bizni bu hamma qiyinchiliklarni oldik, yechim yasadik. To'lov tizimlarini, bank tizimlarini, yetkazib berish tizimlarini, boshqa tizimlarni hammasini yig'ib bitta oynaga jamladik. Va bu bitta oyna orqali bizni hozirgi kunda restoran sohasidagilarga, retail sohadagi bizneslarga to'g'ridan to'g'ri onlaynga kirish sharoiti, o'z faoliyatini yaxshilash, savdosini oshirish, ish jarayonini avtomatlashtirish, analitika qilish va o'zini mijozlari bilan yanada yaxshiroq ishlash uchun bitta bir platforma yasaganmiz. Hozirgi kunda 5 milliondan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatamiz, 15 milliondan ortiq buyurtma qilganmiz. Biz 7 ta davlatda 1200 dan ortiq bizneslarga xizmat ko'rsatamiz. Startaplar haqida gap ketganda, endi O'zbekiston faqat tovar emas, balki intellektual xizmatlarni ham eksport qilayotgan davlatga aylanganini ta'kidlash kerak. Bu mamlakat iqtisodiyotidagi muhim burilishlardan biri. Sababi endi qiymat faqat xom ashyoda emas, balki bilimda, algoritmda, dasturiy yechimlar orqali yaratilmoqda. Shu ma'noda ham mamlakat 1 yil ichida IT xizmatlari eksportini 1 milliard dollarga yetkazgani bu o'zgarishlarning haqiqiy natijasi deyish mumkin. Demak, nafaqat eksport geografiyasi kengayapti, balki undagi mohiyat ham o'zgarib boryapti. Bugun ikki davlat rahbarlariga taqdim qilingan startap loyihalar ham ana shunday xorijda xaridorgir loyihalardan. Bugun davlat rahbarlariga studiyamiz United Softni taqdim etdik. Biz 2017-yildan beri Bollivud hamda Hindiston bozoriga o'z xizmatlarimizni eksport qilamiz. Biz asosiy yo'nalishlarimiz vizual effektlar, animatsiya hamda o'yin ishlab chiqarish. Hindistonning top 3 ta eng katta daromad keltirgan filmlarining ikkisida biz qatnashganmiz va ularga vizual effektlar qilib berganmiz. Bular Bahubali 2 hamda Pushpa 2 filmlari. Undan tashqari ikkita o'zimizning multfilmlarimiz bor. Bu Dono Momo va Bek va Lola multfilmlari. Yurtboshimiz tashabbuslari bilan biz qilib kelayotgan Bek va Lola multfilmini o'yinini ham chiqardik va bugungi kunda foydalanuvchilar soni 160 mingdan oshdi va biz shu tizimli yondashuv orqali xizmat ko'rsatuvchi studiyadan ishlab chiqaruvchi ekosistema tomon yurmoqdamiz. Bu loyiha o'zi o'zbek tiliga sifatli tarjima qilish uchun yaratilgandi. Lekin hozirda nafaqat o'zbek tili, balki qoraqalpoq tili va boshqa turkiy tillarni ham qo'shishga muvaffaq bo'ldik. Loyihamizdan oyiga 250 ming nafar foydalanuvchi foydalanadi. Maqsadimiz ma'lumot olishni osonlashtirish. Ya'ni biz xorijiy manbalardan tarjima qilayotganda buni sifatli darajada
amalga oshirib, yosh avlodga bilimni mahalliylashtirishga yordam berish. Hozirda biz boshqa bozorlarga, ya'ni Qozog'iston va Ozarbayjonga loyihamizni olib kirishga urinyapmiz. O'ylaymanki, shu yil oxirigacha biz butun Markaziy Osiyo va Kavkazda o'z o'rnimizni topib, odamlarning ishini yengil qilamiz. Davlat rahbarlariga hakaton o'tkazish konsepsiyasi va ishtirokchilarning turli sohalardagi dolzarb muammolarni hal qilishga qaratilgan loyihalari taqdim etildi. Ochiq muloqot davomida yoshlarda bu sohaga qiziqish yuqoriligi, yigit-qizlarning ijodiy salohiyati va sun'iy intellekt texnologiyalarini amaliy qo'llashga bo'lgan ishtiyoqi yuqori baholandi. Tashrif yakunida prezidentlar hakaton ishtirokchilari va startap hamjamiyati vakillari bilan esdalik uchun suratga tushdilar. Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan birgalikda qadimiy Buxoroning dunyoga mashhur yodgorliklari Arq qo'rg'oni, Poyi-Kalon va Labi Havuz ansamblillarini ziyorat qildi. Oliy martabali mehmonga ushbu noyob yodgorliklarning tarixi, me'morchiligi hamda Sharq ilm-fani, madaniyati va shaharsozligi taraqqiyotida tutgan o'rni haqida batafsil ma'lumot berildi. Tashrifning birinchi manzili ko'p asrlar davomida Buxoroning siyosiy va ma'muriy markazi bo'lib xizmat qilgan Arq qal'asi bo'ldi. Arxeologik va tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, qal'a uzoq vaqt davomida shakllanib kelgan va yaqin tarixdagi davrdan boshlab Buxoro hukmdorlarining qarorgohi bo'lib kelgan. Bugungi kunda Ark UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Buxoro tarixiy markazining asosiy ramzlaridan biri va muhim qismi hisoblanadi. Shundan so'ng yetakchilar Markaziy Osiyoning eng ulug'vor me'moriy majmualaridan biri bo'lgan Poyi-Kalon ansambliga tashrif buyurdilar. 1127-yilda bunyod etilgan mashhur Kalon minorasi majmuaning eng diqqatga sazovor obidasi bo'lib, u asrlar davomida nafaqat Buxoro me'morchiligi namunasi, balki shaharning haqiqiy tashrif qog'ozi bo'lib xizmat qilgan. Ansambl tarkibiga 16-asr boshlariga oid Kalon masjidi va Mirarab madrasasi ham kiradi. Ushbu majmua haqli ravishda Shayboniylar davridagi Buxoroning durdonalaridan biri hisoblanadi. Qadimiy hovuz atrofida qurilgan Labi Havuz majmuasi oliy martabali mehmonda katta taassurot uyg'otdi. Majmua tarkibiga Ko'kaldosh madrasasi, Nodir Devonbegi madrasasi va xonaqoh kiradi. Ushbu joylar asrlar davomida shu yerda istiqomat qilgan aholi, sayohatchilar va olimlarni o'ziga jalb qiluvchi maskan bo'lib kelgan va o'rta asrlardagi Buxoroning o'ziga xos muhitini bugungi kungacha saqlab qolgan. Shuningdek, tashrif davomida xalq hunarmandchiligi va an'anaviy bezak san'ati namunalari, me'moriy obidalardagi naqshlarning o'ziga xosligi namoyish etildi. Oliy martabali mehmonga Buxoroning Buyuk Ipak yo'lidagi islom sivilizatsiyasining eng yirik ilm-fan, ta'lim va savdo markazlaridan biri sifatida ko'p asrlik tarix haqida so'zlab berildi. Ta'kidlash joizki, Buxoro butun mintaqa uchun muhim ma'naviy ma'rifiy makon ham edi. Bu yerda o'z vaqtida qozoq ziyolilari va ma'rifatparvarlarning ko'plab taniqli namoyandalari tahsil olgan. Bu esa xalqlarimiz umumiy tarixiy madaniy merosining alohida sahifasini tashkil etadi. Xususan, qozoq adabiyoti, ma'naviyati va ijtimoiy tafakkuri rivojiga sezilarli hissa qo'shgan mashhur Yusuf Ko'piyev, Nurjon Naushbayev, Sho'rtanboy Qanay o'g'li, Sulton Mahmud To'rayg'irov va boshqalarning nomlari Buxoro madrasalari bilan bog'liq. Yusuf Ko'piyev-o'g'lining ilmiy merosi, ayniqsa xalq og'zaki ijodi namunalarini to'plash, etnografiya va tarix sohalaridagi izlanishlari umumiy madaniy merosni saqlash va kelajak avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. U Aristotel, Platon, Firdavsiy, Umar Xayyom, Beruniy kabi buyuk mutafakkirlar merosidan bahramand bo'lib, Sharq va G'arb ilm-fani o'rtasida ma'rifiy uyg'unlikni ta'minlagan. Bugungi kunda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko'tarilar ekan, ana shunday tarixiy va ma'naviy poydevor alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan muzey uyini ochishini o'zi Qasim-Jomart To'qayevga, uning xalqiga bo'lgan mehr muhabbatining yorqin samarasi bo'lib hisoblanadi. Unutilgan simollarni xalqqa tanitishida katta ahamiyat kasb etadi bu. Kelajak yosh avlodlar bularni bilmaydi-ku. Buni o'rganish uchun, bilish uchun Prezidentimiz bu masalada alohida ahamiyat berib, unga yo'l yo'riq ko'rsatyapti. O'zbeklar bilan qozoqlarning do'stligini haqida mashhur Yusuf Ko'piyev talaylik. Buxoroda Ko'kaltosh madrasasida 1872-yillar 10, 11, 12 yoshlarida shu yerdan tahsil topadi, bilim oladi. Buxoroda 2 xonali muzey uyini ochibdi. Unga 180 yilligi munosabati bilan yozilgan maqolamni qo'yibdi. Meni juda katta xursand qildi. Qozoqlarning aydaladagi dala danishmani deb yozganman men saloqasini. Dala danishmaniga e'tibor berib, shunga muzey ochishni o'zi katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda ayniqsa O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasining prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning davrlarida xalqlarning do'stligi, inoqlik, birodarligi
alohida rivojlanib kamol topayapti. Tinchlik, osoyishtalik bu hayot shuncha katta gap. Bugun global iqtisodiyot tubdan o'zgardi. Ishlab chiqarish zanjirlari qayta taqsimlanyapti. Yirik kompaniyalar bitta hududga bog'lanib qolishni kamaytirib, yangi ishlab chiqarish markazlarini izlamoqda. Shu jarayonda yangi savol paydo bo'ldi. Keyingi sanoat hab qayerda bo'ladi? Markaziy Osiyo aynan shu savolga potensial javoblardan biri. Buni chekka hududdagi bir korxona misolida mintaqaning ikki yetakchi davlat rahbari shu yerda Buxoroda ko'ryapti. Bugun dunyoda global bloklar kuchayyapti. Olaylik Yevropa Ittifoqi yoki bo'lmasa ASEAN. Ularni katta bozorda raqobatbardosh qilgan nima bilasizmi? Bu ichki kooperatsiya. Mana shu ichki kooperatsiya bugun Markaziy Osiyo uchun ham juda kerak. Nimaga deganda Markaziy Osiyo shu paytga qadar faqat o'sha yopiq bozorlar, yopiq chegaralar yoki bo'lmasa zaif logistika bilan xarakterlangan. Bugun mintaqa davlatlari rahbarlari mana shu qarashlarni sidirmoqchi. Endi Markaziy Osiyo davlatlari alohida rivojlanish yo'lida emas, ular birga rivojlanish yo'lida birgalikda harakat qilishyapti. Bu aynan mana shu obyektda ham ko'rinadi. Yodingizda bo'lsa, davlatimiz rahbari mazkur obyektga avval Tojikiston Respublikasi prezidenti bilan tashrif buyurgan edi. Bugun prezidentimiz bu yerda Qozog'iston yetakchisi bilan. Endi davlat rahbarlari birgalikda iqtisodiy masalalarni ham, dunyo hamjamiyati oldiga qo'yishadi, vazifalarni birgalikda ko'rib chiqishadi. Bu juda katta burilish. Korxona bugungi iqtisodiy yangilanishlar ramzi. Bu o'sha 2018-yilda O'zbekiston bozor islohotlarida strukturaviy burilish yasagan klaster tizimining hayotga ko'chgan kutilgan samarasi. Tizim Mergantex misolida qanday ishladi? Davlat rahbari avvalo qozog'istonlik hamkasbiga aniq raqamlar bilan keltiradi. Jarayon urug'chilikdan boshlanadi, eng so'nggi agrotexnologiyalar bilan yetishtiriladi, mexanizatsiya orqali yig'iladi, ipga aylantiriladi, gazlama ishlab chiqariladi, tayyor mahsulot tikiladi va eng muhimi mahsulotlarning 90% eksportga yo'naltiriladi. Bu to'liq yopilgan iqtisodiy zanjir. Oliy martabali mehmonlarga korxonada ishlab chiqariladigan mahsulotlar namoyish qilindi. An'anaga ko'ra yana. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Do'stlar, qardoshlar, azallar, o'zbegim qozoqlar. Ikkisi bir baş azallar, o'zbegim qozoqlar. G'oya egasidan bu gal tayyorgarlik qanday bo'ldi deb so'raymiz. Hayajon hali ham bor. Modellarimizni ham o'zimizdan ham ancha tajriba orttirdik. O'tgan safargi modellarning 20 tadan ortiq modellar kiyim kiyib chiqyapti. Hammasining kiyimlari almashildi. 2-3 xil qozoqcha motivlar qo'shilib modellar yaratildi. Masalan, o'zimda ham bir tomoni o'zbekcha, bir tomoni qozoqcha ornamentlarni ishlatilib chopon qildik. Ham milliy stilda bo'ldi, ham zamonaviy trendlarni uyg'unlashtirilgan holda matolarimiz 100% Mergantex'da ishlab chiqarilgan matolarni ishlatilgan holda kolleksiya yaratdik. Shoyigul savdo belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan kiyim-kechak va tayyor mahsulotlar asosan Yevropa mamlakatlariga, xususan Italiya, Avstriya, Buyuk Britaniya va Germaniyaga eksport qilinyapti. Masalan, asosiy xaridorlar qatorida bugun Germaniyaning Lufthansa kabi yirik brendlari ham bor. Jarayonlar uchun nazorat esa mana bu kabi eng yuqori standartlar asosida ishlaydigan laboratoriyalardan boshlanadi. Ammo klaster tizimi bu faqat iqtisodiy model emas, bu ijtimoiy transformatsiya ham. Masalan, u orqali qishloq joylarda ish o'rni paydo bo'lyapti. Ayollar iqtisodiy faollashyapti, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar ochilyapti. Mazkur korxonada bugun 840 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Bu eng muhim natija. Millati qozoq Unir Ulsegiyanova fabrika ishchisi bugun Qozog'iston yetakchisi tashrifidan hayajonini yashirmagan Unir bunday tashriflar ikki xalqni yanada yaqinlashtirishini aytadi. Prezidentlar ahil bo'lsa, ichkaridagi xalqlar ham ahil bo'ladi. Bugun prezidentlarimiz ahil. Bordi keldi yaxshimi? Hozir borib kelasizmi Qozog'istonga? Ha, o'tgan yili yozda Qozog'istonga borib kelganman. Bizda hamma imkoniyatlar bor. O'zimizning urf-odatlarimizni ham ko'rsatishimizga hech qanaqa nimalar yo'q. Faoliyatimizda ham rivojlanib kelmoqdamiz. Shu yerda 6 oydan beri ishlayapman. Sharoitlar yaxshi. Biz minnatdorchilik bildiramiz prezidentimizga shunaqa imkoniyat yaratib berganimiz uchun. Men o'zi qozoq millatiga mansubman. Xarol bozorida tug'ilib o'sganman. Qishlarim bor, Qozog'iston fuqaroliklarida bor, ular yashayapti o'shalar. Borib kelamiz. Qozog'iston prezident kelgani, u degani imkoniyatlar ko'payadi. Markaziy Osiyo respublikalarida yashaydigan
xalqlar bu tojiklar bo'ladimi, qirg'izlar bo'ladimi, turkmanlar bo'ladimi, qozoqlar bo'ladimi, mana bizlar hammamiz qardosh xalq bo'lganmiz. Hurmatli prezidentimizni islohotlari, sharoitlari bilan bir-biri bilan bordi keldi qilishga, bir-biri bilan muhabbatli bo'lishiga juda katta yo'l ochib berdilar. Men o'ylaymanki, biz mana shu qardosh xalqlar bilan bir-birimiz bilan bir-biridan o'zarga emas, to'ldiruvchi bo'lib bir-birimiz bilan bugun jipislashib mana shu jahon bozorida agar faoliyat olib boradigan bo'lsak, dunyoda ancha-muncha mamlakatlarda bizdagi bor imkoniyatlar yo'q albatta. Biz birlashsak, o'zimiz o'rnimizni ham topamiz. Bizni jahon bozorida iqtisodiy nuqtai nazardan, mahsulot ishlab chiqarish nuqtai nazardan o'sha xalqimizni ish bilan ta'minlash, prezidentlarimiz olib borayotgan islohotlardan rozi bo'lib yashashlariga men o'ylayman juda katta hissa qo'shgan bo'lardik. Prezidentlar ilg'or korxonalar o'rtasida kooperatsiyani kengaytirish muhimligini alohida ta'kidlashdi. Bu oddiy iqtisodiy chaqiriq emas, bu yangi davr formulasi. Chunki bugungi global raqobatda yakka davlat emas, balki birlashgan tizimlar yutadi. Ishlab chiqarish, texnologiya va bozorlar o'zaro bog'langan joyda haqiqiy kuch paydo bo'ladi. Buxorodagi bu fabrika esa aynan shu modelning amaliy ifodasi. Bu yerda nafaqat mahsulot ishlab chiqarilyapti, bu yerda yangi hamkorlik mexanizmlari sinovdan o'tyapti. Bu yerda mintaqaviy iqtisodiyotning poydevori qo'yilyapti va eng muhimi bu jarayon qachon boshlangan. Bugun memlekat boshchisi жұмыс сапарымен O'zbekistonga bordi. Qasım-Jomart To'qayevni Buxoro qalasining aviajoyidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qarshi oldi. И вот первые детали. Рабочая поездка главы государства в Узбекистан началась с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанди в Бухаре. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Qosim-Jomart To'qayevning Buxorodagi uchrashuvi, amaliy tashrif doirasidagi tadbirlar fonida O'zbekiston-Qozog'iston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari mahalliy hamda xorijiy ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritilmoqda. The Caspian Post, Kazinform, Kaliber As, Trend As, Akorda va boshqa Kavkaz va Bolqon mintaqasi Markaziy Osiyoda katta auditoriyaga ega gazeta va nashrlarda chop etilgan maqolalarda amaliy tashrif tafsilotlari, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga keng o'rin berilgan bo'lsa, mintaqa telekanallarida ham o'zaro do'stlik, yaxshi qo'shnichilikka asoslangan munosabatlarga yangicha mazmun bag'ishlaydigan mazkur tashrifga doir turkum reportaj va xabarlar berib borildi. Markaziy Osiyo mintaqasidagi voqeliklarni tezkor yorituvchi Ozarbayjonning Trend axborot agentligida ham Qozog'iston prezidentining yurtimizga qilgan amaliy tashrifi bosh mavzu. Unda e'lon qilingan prezident To'qayevning Buxoroga tashrifi Qozog'iston va O'zbekiston integratsiyasini jadallashtirmoqda sarlavhali maqolada asosan ikki mamlakat o'rtasida so'nggi yillarda rivoj topayotgan siyosiy muloqotlar, savdo-iqtisodiy munosabatlarga e'tibor qaratilgan. Ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasini 10 milliard dollarga yetkazish, sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish va ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni ham taqozo qiladi deyiladi maqolada. Do'stlik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish hamda mustahkamlashning dolzarb masalalari ustuvor kasb etgan O'zbekiston-Qozog'iston yetakchilari ishtirokidagi tadbirlar ijtimoiy tarmoqlardan ham keng joy oldi. Президент Казахстана поблагодарил узбекского лидера за теплый прием и высокий уровень организации визита и подчеркнул, что Казахстан рассматривает Узбекистан как надежного стратегического партнера. Qozog'iston telekanallari, xususan rasmiy xabarlarni birinchilar qatorida efirga uzatuvchi Qiz 24 telekanalida bu jarayonlar real vaqt rejimida uzluksiz yoritib borildi. Buxorodagi tarixiy qadamjolarimiz, sayyohlik salohiyatimizdan tortib suv, yashil energetika bo'yicha mintaqaviy loyihalarni jadallashtirish, tashqi bozorlarga chiqishni ta'minlaydigan samarali transport yo'laklarini yaratish kabi tashabbuslar ko'rib chiqilgan muloqotlarning har ikki tomon uchun ahamiyati, shuningdek, mintaqaga keltirajak manfaatiga doir reportajlar berib borildi. Tashrif doirasidagi har bir tadbir mahalliy nashrlar tomonidan ham batafsil yoritildi. Xususan, prezidentlarning Buxorodagi situatsion markaz faoliyati bilan tanishuviga e'tibor qaratgan Inform.kz sayti ushbu markazda hududlardagi vaziyat, jumladan infratuzilma, uy-joy, kommunal xizmatlar, transport tizimlari, xavfsizlik xizmatlaridagi holatlar real vaqt rejimida kuzatib borilishi alohida urg'ulamoqda. In Business nashriga joylangan materialda esa yurtimizda aniqlangan Hoji Ahmad Yassaviy va Robiya Sultonbegim maqbaralariga aloqador noyob arxiv materiallar nusxalarining Qozog'iston tomoniga hadya qilinishi qardosh qozoq xalqiga, qolaversa ikki mamlakatning umumiy tarixiga hurmat belgisi sifatida baholangan. Azaddiq ruhiy elektron portali prezidentlarning Buxorodagi sun'iy intellekt bo'yicha tashkil etilgan hakkatoniga tashrifi tafsilotlarini qalamga olgan. IT va sun'iy intellekt sohalarida iqtidorli yoshlarni aniqlab, qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasalari, biznes va davlat idoralari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan ushbu tadbir doirasidagi taqdimotlar haqida ham atroflicha ma'lumot berilgan. Prezidentlarga transport, bojxona, soliq, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, energetika, geologiya, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalaridagi yechimlarni
o'z ichiga olgan GoTech Uzbekistan raqamli hukumat tizimining so'nggi ishlanmalari taqdim etildi. Umuman mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan materiallarda bir jihat ustuvor. U ham bo'lsa, Qozog'iston prezidentining Buxoroga qilgan amaliy tashrifi mavjud munosabatlarga yangicha ruh bag'ishlab, uni yangi imkoniyatlar bilan boyitdi. Qozog'istonlik diplomatlar, ekspertlar esa ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli bugun O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlari sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilib, o'zaro hamkorlikning barcha darajalarida jadal rivojlanishni namoyon etayotganini alohida ta'kidlashmoqda. Qozog'iston prezidentining O'zbekistonga tashrifi biz uchun juda ham muhim, chunki hurmatli prezidentimizning hozir yuritayotgan siyosatlari yaxshi qo'shnichilik siyosati, ya'ni hammamiz bir-birimizga yordam berishimiz kerak, qo'llab-quvvatlashimiz kerak va Markaziy Osiyoni umuman global xaritada obro'sini oshirish shuni asosiy maqsad qilib olganlar va bu yo'nalishda oxirgi 8-9 yilda juda ham ko'p ishlar amalga oshirildi va hozirgi kunda haqiqatan bir narsani tan olish kerakki, shu Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi hamdo'stlik juda ham mustahkam bo'ldi. Bu albatta faqat siyosiy tomondan mustahkamlik bilan tugallanmaydi. Eng muhim narsasi bu iqtisodiy mustahkamligimiz juda ham muhim o'rin kasb etadi. Xususan farmatsevtika sohasida to'xtab o'tiladigan bo'lsam, avvallari biz Qozog'istonga unaqangi ko'p eksportimiz ham mavjud bo'lmagan va ulardan ham ko'p import qilmaganmiz. Biz hozirgi kunda 17 million miqdorida Qozog'iston davlatiga eksport qilsak, ulardan ham 12-13 million dollarlik importimiz mavjud. Bu bilan birgalikda biz bir qancha masalan investitsion loyihalar ham amalga oshiryapmiz. Masalan, bizning kompaniyamiz Qozog'istonda o'zini ishlab chiqarish korxonasini qurdi va o'sha yerda bir qancha mahsulotlarni mahalliylashtirdi. Ular tomonidan ham Union Farm kompaniyasi bizning Toshkent Farma Park klasterimizda ham hozirgi kunda 6 million dollarlik loyihani amalga oshiryapti. Ular ham bir qancha preparatlarni O'zbekistonda mahalliylashtirishni oldiga maqsad qilib olgan. Hozirgi kunda shu Markaziy Osiyoni o'rni oshib borayotgani bu nafaqat bu shu davlatlarimiz orasida, bu balki jahon miqyosida ham buni kuzatish mumkin. Xususan aytib o'tishimiz mumkin, Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoga alohida e'tibor berishi biz uchun menimcha juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu albatta yana Yaponiya bilan ham bu tashkil etildi. Bu yil sentyabr oyida Janubiy Koreyada ham amalga oshirilishi nazarda tutilyapti. Demak, jahon miqyosida yoki jahon hamjamiyati bu Markaziy Osiyoga alohida urg'u berishni boshladi va bu oramizdagi munosabatlarni mustahkamlashi va oramizdagi aka-ukachilikni va bir-birimizni qo'llab-quvvatlashni va kelajakda bir masalan Yevropa markaziga o'xshab bir iqtisodiy markaz bo'lishini ta'minlaydi. Qozog'iston Respublikasi prezidentining bugungi tashrifi avvalambor bizga ham sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish bo'yicha va umuman aytganda bizning elektrotexnika mahsulotlarimizga juda katta bozor, juda katta imkoniyatlar ochib beradi. Bugungi kunda hurmatli prezidentimizning siyosatlari tufayli elektrotexnika sanoatini nafaqat O'zbekistonda, balki butun mintaqa uchun katta bir driverga aylanganini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. Bu bizga ham hurmatli prezidentimiz siyosatlari orqali bozorlarni ochishdi. Hurmatli prezidentimizni yaxshi qo'shnichilik siyosatlari bu zavodlarda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni butun qo'shni davlatlarimizga to'siqlarsiz eksport qilishga, u yerda ham milliy mahsulotlarimizni tanitishga imkon yaratib berdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu korxonamiz ikki davlat o'rtasida kooperatsiya aloqalarini ham rivojlanishiga juda katta hissa qo'shib kelyapti. Ya'ni oldin biz tayyor mahsulot eksportyori bo'lgan bo'lsak, bugungi kunda biz nafaqat tayyor mahsulotni yoniga butlovchi qismlarni ham eksport qilish orqali Qozog'istonda ishlab chiqarish korxonalarini ham ishga tushirdik. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart Kemalievich To'qayev bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning har bir uchrashuvi xalq uchun juda ham katta siyosiy ahamiyatga molikdir. So'nggi yillarda albatta ikki davlat orasidagi yaxshi qo'shnichilik aloqalari yanada rivojlanganligini biz o'zimiz ko'rib turibmiz. Chegaralarning shaffofligi, iqtisodiy, gumanitar madaniy tadbirlarning ikki davlatda o'tkazilishi, bugungi kunda O'zbekiston bilan Qozog'iston orasidagi qo'shma korxonalarni hamkorlikda ishlashini o'zi ikki davlatning iqtisodiyotini rivojlantirishga katta omil bo'lib hisoblanadi. Chimkent shahrining o'zida ishlab chiqarish korxonalari bor. Bunday qo'shma korxonalar hozirgi kunda juda ham ko'p. Buni o'zi nimadan dalolat beradi? Iqtisodiy munosabatlarni yaqinlashtirish, ham siyosiy jihatdan ham madaniy jihatdan ham bu bugungi kunda juda ham kerak. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart Kemalievich To'qayev Buxoro shahridagi ishlab chiqarish korxonalariga borib tanishishdan maqsad investitsiya tortish va investitsiya olib kirishdan iboratdir. Albatta Buxorodan ham qo'l hunarmandchiligi buyumlari va boshqa sohalar juda ham rivojlangan. Bizning Qozog'istondan hozir Pavlodardan, Olmaotadan kelib dam olishyapti. Albatta bu quvonchli hol. Toshkentga kelib dam olyaptimi? 2 kun Samarqandga borib kelamiz deyapti. Qarang qanday. Bu ham davolanish ham turizmga
hissa qo'shyapti. 2024-yilning iyun oyida bizlar ham O'zbekistonda cheklovsiz, ya'ni 30 kun davomida bemalol yurishga ruxsat oldik. Buni nima uchun kerak? Xudo andalikmiz, tog'a jiyanlikmiz. Zero shunday ekan, mana ikki davlat orasidagi yaxshi qo'shnichilik aloqalari, qolaversa bir-birlari bilan muloqotlari yaxshi bo'lganligining orqasidan mana shu yangilikni biz ochdik, xalqimiz xursand. Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasidagi, davlatlari o'rtasidagi tinchlik, osoyishtalik bugungi kunda ayniqsa dolzarb masalaga aylangan. Buxoro qadimdan ma'naviyat, ma'rifat, do'stlik, ilm maskani bo'lib kelgan. Bunday shaharda albatta ikkala prezidentning uchrashishi bu yanada do'stlik rishtalarining, yanada hamkorlik, hamfikrlikning rivojlanishidan dalolat beradi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga kirishgan paytlaridanoq qo'shni davlatlar bilan, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan yaxshi qo'shnichilik, tinchlik, totuvlik, o'zaro do'stlik rishtalarini bog'lash masalasiga ayniqsa katta e'tibor berishni boshladilar va bugun biz uning mahsulini, natijasini rivojlanishda iqtisodiy, ijtimoiy, sport, madaniy islohotlarning joriy etilayotganligida ko'ryapmiz. Bunday tashriflar albatta yaxshilikka, ezgulikka, islohotlarning rivojlanishiga, o'sishiga olib kelishiga shubhamiz yo'q. Prezidentimiz Buxoroda Qasım-Jomart To'qayevni Qozog'istonning prezidentini kutib oldi. Buna birlik bo'lsa, tirlik bo'ladi. Buna og'ali inday bo'lib silashib yurganini televizordan ko'rib, o'ta quvonishimiz. Mana hozir buning kezdeshuv ko'p жаңалықтар, investitsiya жағынан mana ulkan кездесу осы мәселелер шешіледі деп қуанып отырмыз. Міне Құда қаласа халық ырза, еліміз, жұртымыз тыныш. Тыныштықтың арқасы мынау елбасымыз президенттерге рахмет. Президентімізге Шавкат Мирзиёевқа рахмет міне. Өзбекстан елін дүние жүзіне көрсетті міне. Бәрімен ағалындай болып сыйласып істеп жатыр. Өте қуаныштымыз. Mana bugun Buxoroy Sharif yana bir tarixiy voqeaga guvoh bo'ldi. Xususan muhtaram prezidentimiz Qozog'iston Respublikasining prezidenti Qasım-Jomart To'qayev janoblarini rasmiy Buxoro xalqaro aeroportida tantanali kutib oldilar. Bevosita mana shu Buxoro viloyatining ma'muriy markazining yangi bir qiyofasi, yangi bir binoga ko'chganligi, xususan u yerda tahliliy situatsion markazning barpo etilganligi, viloyatda olib borilayotgan barcha ijtimoiy iqtisodiy o'sishlar, qishloq xo'jaligi, sanoat, jinoyatchilikni oldini olish, umumga xavfsizlikka yo'naltirilgan barcha masalalar bitta boshqaruv tizimi orqali tahlil qilinishi hamda ularga baho berilishi situatsion markazida ko'rsatib berildi. Biz bilamizki, Qozog'iston Respublikasi bilan yaqin qo'shnichilik aloqalari bevosita logistika, infratuzilma, sanoat, kimyo, geologiya sohalarida ham yangi marralar belgilab berildi. O'tgan yilning o'zida birgina tovar ayirboshlash 5 milliardni tashkil qilgan bo'lsa, ushbu uchrashuv natijasida barcha yo'nalishlarda bu ko'rsatkichni 2 karraga, ya'ni 10 milliardga yetkazish bo'yicha bir qator yo'l xaritalari kelishib olindi. Bevosita mamlakatimizda oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiyotni raqamlashtirish, sun'iy intellekt orqali boshqaruv tizimini amalga oshirish borasida tashkil qilingan bir haftalik o'sha sun'iy intellekt hakaton haftaligi ko'rgazmalariga ham tashrif buyurildi. Albatta u yerda raqamli davlat boshqaruvi, energetika, ijtimoiy himoya agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan raqamlashtirish tizimlari, shu bilan birgalikda bevosita tibbiyot, bojxona hamda iqtisodiyotimizning eng muhim bo'g'inlaridan bo'lgan bank tizimida raqamli transformatsiyalarning amalga oshirilishi hamda yangi loyihalar, bevosita yoshlarni o'sha startap loyihalarini amalga oshirish, qo'shma startap loyihalarini bilan birgalikda yoshlarimizni mana shunday yangi innovatsion yo'nalishlarga bag'ishlangan ko'rgazmaga tashrif buyurildi. Albatta, ushbu ko'rgazma yuqori darajada tashkil qilingan bo'lib, xususan bugungi kunda raqamli O'zbekistonning oxirgi 10 yil ichida amalga oshirilgan islohotlarni tahlilini ko'rsatib berdi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi sanoat kooperatsiyasi yangi bosqichga chiqmoqda.